Bu narsa zaharmi? Sen bor kuching bilan harakat qilding inson. Endi esa o'l. Bo'lishi mumkin emas. Bir narsani ayta olaman. Oldingiga qaraganda o'zimni yaxshi his qilyapman. Bu balki zaharlanganim tufaylidir. Men bu jangni iloji boricha tezroq tugataman. Nima? Unga meni zahrin ta'sir qilmayaptimi? Unga ortiqcha kuch ishlatish bu vaqtni behuda sarflashdir. Agar uni asosiy kuchi jismoniy kuch bo'lsa, demak uni yengishning iloji yo'q. Lekin meni haqiqiy kuchim tezlik. O'yin vaqti tugadi. Rostdan ham bu odamga nisbatan yutish imkoniyatim yo'qmi? Bu odam o'zi kim? Uyg'on.